O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga tayyor ekanini ko'rsatmoqda. O'zbekiston Misrga qarshi o'ynadi va o'yinning 4-daqiqasidayoq Urunov ajoyib harakat ko'rsatdi. U yakka o'zi 6 ta misrlik o'yinchi orasida qolib ketgan bo'lsa-da, gol uchun imkoniyat yaratdi. Birozdan keyin Misr xavfli javob qaytardi. Salah to'pni Atmanga uzatdi, ammo uning zarbasi xavfli chiqmadi. Keyin Mustafa aylantirib urishga urindi, lekin kuchsiz bo'ldi. O'zbekiston esa ikkinchi golni urishga juda yaqin keldi. Urunov chiroyli stenk o'ynadi, ammo zarba to'singa tegdi. Umuman olganda, o'yin davomida o'zbeklar xavfliroq ko'rindi. Masalan, keyinroq Shomurodov jarima maydoniga kirib, darvozabonni sinab ko'rdi. Salahga deyarli hech narsa qilishga imkon berishmadi. Hatto follar bilan to'xtatishdi. 2:28-daqiqada Urunov Shomurodovni yakkama-yakka chiqardi. Ammo zarba juda omadsiz chiqdi. Bu o'yinda Urunov juda kuchli o'ynadi. Yana yo'qdan xavfli vaziyat yaratdi.